Boran O'zbekistonning eng yirik 5 ta qurilish kompaniyasini bilasanmi? Bilmasam uyat bo'lar. Davay, unda 5-o'rindan boshlaymiz. 5-o'rinda Golden House, asosan o'zini qurilish komplekslari bilan shug'ullanadi. 4-o'rinda 4-o'rinda Coast Construction. Bu kompaniya Pyramid Tower, Toshkent City Mall va Yangi O'zbekiston bog'larini ham qurgan. 3-o'rindachi? 3-o'rinda Gold Step Invest. Bu kompaniya IT Park, Megaplanet, Alpomish va hozirgi kunda dam olish kurortlarini quryapti. 2-o'rinda bilsang eng qadimiylardan biri qaysi? Reston 2. To'g'ri. Bu kompaniya hamma biladigan Oliy Majlislar zali, Oq masjid, Bunyodkor stadioni, Alisher Navoiy kutubxonasi va shunga o'xshash yirik loyihalarni qurgan. Va nihoyat 1-o'rindachi? Discover Invest. Bu kompaniya Toshkent City, Magic City, Prezident maktablari, Seoul Moon kabi loyihalarni amalga oshirgan. Agronex ham qaysi qurilish kompaniyasi bilan ishlaydimi? Ancha yillardan beri Tata qurilish kompaniyasi bilan ishlab kelamiz. Ular Infinity va boshqa katta loyihalarni amalga oshirishyapti. Ro'yxatdagi top 5 ta qurilish kompaniyalari murojaat qilsa ham sifatli xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Qurilishga shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.